Xabaringiz bor, oldinroq politsiya xatosi tufayli Yahyojon akamizni vidvarenalarini kassatsiya sudida bekor qilganimiz haqida ma'lumot bergan edik. Sud qarorini olib, ba'zilardan zapretni o'chirish vaqtida Yahyojon akamizga shtraf to'lanmaganligi uchun Podpunkt 10.1-27 bilan ham zapret qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Biz ikkala zapretni ham bekor qilib, ba'zilardan o'chirtirdik. Shundan keyin Yahyojon akamiz muammosiz Rossiya hududiga kirib keldilar va Amurskiy oblastdan bizga video xabar yubordilar. Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, men 24-yili o'tgan yili dokumentimda xato deb deport qilgan edi. Keyin Naimjonga iltimos qilib, Naimjon bilan telefon orqali bog'langanimda meni Naimjon dokumentlarimni ko'rib, hammasini Xudoga shukr, mana deportimni yechib berdi. Hozir Amurskiy oblastdaman, Blagoveshinda. Naimjon, katta rahmat. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Mana o'zi kelib registratsiyalarni qilib, Xudo xolasa o'zi bugundan patentga topshiryapman. Men nima demoqchiman do'stlar? Haqiqat bor ekan, mana Naimjonga ishonib, Naimjon orqali hamma yo'lni hal qildim. Sudlab oqlandim. Xudoga shukr. Rahmat Naimjon. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Siz va yaqinlaringizga ham agar zapret yoki vidvarena bor bo'lsa, bizga murojaat qiling, ishingizni o'rganib chiqib, agar bekor qilish imkoni bor bo'lsa, yordam beramiz.